Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mehnatlar bilan. Uydagilar yaxshimi? Oilalar, ota-onalar, farzandlar hamma yaxshimi? Xullas qishloqqa kelganman. Voy, bo'g'ilib qoldim. Qishlog'imizda meni telefonimga svязь chiqmaydi. Bu yerda yashaydigan odamlarga moslashib qolgani, lekin meni telefonimga chiqmayapti. Qo'shnimiz Wi-Fi'ga chiqib, o'sha Wi-Fi'dan foydalanaman. Xullas 3 kun 4 kundan beri video qo'ymasdan o'zim ham zerikdim. Sizlarni sog'indim. Meni kuzatuvchilarim. Obuna bo'lib, videolarimga like bosib turaveringlar. Xudo xolasa, internet yaxshi joyiga qaytaman. Yana davom ettiramiz ijodni. Keyin menga xo'jayinimiz uylanibdi deb go'yoki men bilmaydigandek odamlar menga aytib yetkazishdi, yaxshi ko'rishadi. Meni hurmatli do'stlarim, men bilaman. Xo'jayinim uylanganini ham bilaman, turmush o'rtog'imni. O'zim bilan maslahat so'ragan o'zimdan. Shunaqa shu ayolga uylanyapman dedi. Men yaxshi maslahatimni, yaxshi tavsiyamni berdim. Baxt tiladim, baxtli bo'lsin, o'sha qarisin. Nima deydi? Ser farzand bo'lsin, ser davlat bo'lsin. Faqat baxt tilayman. Juda ham yaxshi ayolga uylandi. Allohim chiroyli baxt bersin. Shunaqa. Xullas, bu ma'lumotni aytib qo'ygim keldi sizlarga. Chunki menga endi odamlar yetkazgisi keladi deb qanaqa holatga tushar ekan deb. Men oldin birga yashab turgan holatimda ham xo'jayinimni ko'p marta uylamoqchi bo'lganman. Birga yashab turgan paytimizda ham. Chunki o'sha doim aytaman, shu kasalligim sabab keyin farzand ko'rmaganligim sababli xo'jayinimni uylamoqchi bo'lib ko'p marta harakat qilganman. Bir necha joylarga o'zim sovchi bo'lib borganman qizlarga. Akam deb tanishtirib. Uylayman deb bir ayol bilan uchrashtirganman o'zimni uyimda. Xo'jayinimga to'g'ri kelmagan. Yo'q, menga yoqmadi degan, shu bilan taqdir kelmagan, xullas bo'lmagan. Mana endi o'zi yoqtirib uylanibdi. Allohim chiroyli baxt bersin. Omadini bersin. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Hammalaringiz o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.